Assalomu alaykum obunachilar, tinchmisizlar, omonmisizlar? Bugun sizlarga qo'ylarni ko'rsatib o'tamiz. Bu qo'ylarimiz hammasi bo'g'oz. Yana o'sha gap, bo'g'oz sezon tugagan bo'lsa ham, lekin sizlar uchun bo'g'oz qo'ylarni zo'rlardan keltirib qo'ygan biza. Mana qorasidan, oqidan, qizildan, qanaqasidan bo'lsa bizada mavjud. Gapsiz isboti bilan. Bu qo'ylarimiz yilni to'ldirgan, bir haftadan bir oygacha bo'lgan muddatda tug'adigan qo'ylarimiz. Kelasizlar, ko'rasizlar. Ma'qul kelgan tanlab olib ketaverasizlar, o'zlaringizga yoqqanini. Qora, oq, qizil farqi yo'q, qanaqasidan bo'lsa ham bor mana. Qo'ylarimiz narxiga keladigan bo'lsak, qo'ylarimiz narxi mana shu yerdagi qo'ylarimiz narxi boshlanishi, mana shu qo'yimizdan boshlaylik. Mana shunisidan mana kichkina emas, katta emas, o'rtacha birinchi tug'ishga. Qancha qilib qo'y aytinglar? 5 mi? 4,5 mi? 4 million 500 qilib qo'yaman, bo'ladimi? Bo'g'oz qo'y birinchi tug'ishga. 12 viloyatga vizib bolasidan ayrilgan qo'ylarni sotyapti. 4 milliondan, 4,5 milliondan bolasidan ayrilgan qo'ylarni qarri, yana og'izlari oqarib ketgan. Birortasi og'izda oqi yo'q, hammasi qop-qora qo'ylar. Yosh qo'ylar birinchi tug'ishga 5 milliondan emas, 4 million 500 dan boshlaydi degan qilib qo'ydik. Bu yog'i ketaveradi 6 million 500 gacha. 5 million 5,5, 6,5 milliongacha. Kimga qiziq bo'lsa, past nomer qoldiramiz. Dastavkalari bor. Aloqaga chiqarasizlar mana qizilidan, oqidan, qorasidan.